Do'stlar, qadrdonlar, 2025-yilda imoratingiz Shipr qismiga, ya'ni tom qismiga yog'och mahsulotidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, yog'ochlaringiz mana bunda yonib ketishi mumkin. Ya'ni yong'in sodir bo'ladigan bo'lsa, favqulodda vaziyat bo'ladigan bo'lsa, qadrdonlar, momolla uyingizni Shipr qismiga, tom qismiga mana bunda temir mahsulotdan, ya'ni konteyner mahsulotdan foydalansangiz, o'tda cho'kmas, suvda yonmas mahsulotimiz juda ham sifatli bo'ladi. Eng zo'r, eng optim, eng sifatli joydan bo'ladi qadrdonlar. Bundan tashqari qaranglar, akalar, ukalar. Mana bu ko'lda bo'ladi. Mana bu yog'och bo'ladi, diametri 15 sm. Agar mana bunday qilib urmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, birda sinib ketadi. Agar mana bunday diametri 7-6 sm profilimizda yopib uradigan bo'lsangiz, hichlasa bo'lmaydi qadrdonlar. Ko'rib kuzatib guvohi bo'lganlaringizda qadrdonlar, 2025-yilda O'zbekiston ahlining aksariyati, ya'ni 50-60% dan yuqorisi mana bunday xomga yog'och mahsulotini emas, konteyner mahsulotini tanlayapti. Konteyner mahsuloti yog'och mahsulotiga qaraganda ancha qulay, arzon va sifatli bo'ladi. Yog'och mahsulotlariga qaraganda umri uzoq bo'ladi. To'liq ma'lumotni ishlab chiqaruvchi akalarimizdan bilib olamiz. Keling aka. Aka, assalomu alaykum. Bizning kanalimiz Ustalar Uz kanali. Tajribali, sifatli, mohir ustalarni ishlarini olib chiqishga harakat qilamiz, qo'ldan kelgancha. Maqsadimiz O'zbekistondagi hamma insonlar, ya'ni imorat qilmoqchi bo'lgan insonlarimiz sifatli ustalarning ishidan foydalansin degan maqsadda. Bugungi manzilimiz bitta eslataylik odamlarga. Dehqonobod, Bo'yda tumani. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod qishlog'idan bo'ladi. Ya'ni Kaminterindan. Kaminterindan. Albatta. Ustunlarimiz bitta nima deydi? Necha metrgacha bo'ladi? Qalinligi, yupqaligi. Qalinligi, yupqaligiga qarab turib, 30 metrga doğru 5 so'm qilib berilaveradi. Ha, 30 metr. Masalan, joyiga ustuni. Aha. Yuk ko'tarish qobiliyati ham yaxshi. Ha, yuk ko'tarishga garantiyasi bor. Albatta, maşallah. Do'stlar, qadrdonlar, nima deydi? Eksperiment qildik, jonli efir qildik. Hamma sinovlardan o'tdi. Ya'ni yondirsak ham yonmaydigan, hech narsa bo'lmaydigan. Misol suvda ham zanglamaydi. Bundan tashqari oddiy yog'ochga qaraganda kamida 2 barobar xizmat qiladi. Yog'ochimiz 100 yil xizmat qiladigan bo'lsa, bu 200 yil xizmat qiladi. To'g'rimi aka? To'g'ri. Narxini menga videodan oldin aytdingiz. Oddiy yog'ochga qaraganda arzon chiqadi siz. Arzon Shu rostmi? Rost. 1 kvadrat metr necha pul bo'ladi? 1 kvadrat hop, eng arzoni 150 mingdan 250 mingga bo'laveradi. Maşallah. Ya'ni atrofida ustun bor, yo'qligiga qarab narx o'zgaraveradi, to'g'rimi? Yonda devori bor, yo'q. Xudo xolasa do'stlar, qadrdonlar, mana. Yeshilmaydi, misol. Bel bermaydi, qorin bermaydi. Xudo xolasa og'ir yuklarni ham ko'taraveradi. Nima deydi? Amazasa bermaydi. To'g'rimi aka? Yo'q, amazasa bermaydi. Yana qanday ma'lumot bilan savol bersak bo'ladi? Qanday ma'lumotlar olsak bo'ladi aka? Qanday savolga javob bersam bo'ladi? Endi masalan, quruq joy bo'lsa, xo'sh, quruq joyga biz borib turib, ustunovkasi hamma yon kelishib qilib beriladi. Yo'l kira, pol kira hech bolasi nima qilinmaydi. Mashallah, bizni ko'rib kuzatib turgan akalarimiz bitta narsaga e'tibor beringlar. Shipr samoqchi bo'lgan ustalar, mixini alohida, shiprni bir bozorlarga, rekasini alohida olib beraman. Sizni rasxotingiz ko'payib ketadi. Akalar, ukalar, shunga e'tibor beringlar. Ozgina bo'lib bir dunyo rasxot bo'lib ketadi. Undan tashqari mana bu akamizga ana shu tomingizni shunoq topshiradigan bo'lsangiz, boshdan oxirigacha 0 dan 100% gacha qilib berishadi. Siz hech narsa olib bermaysiz, to'g'rimi aka? Pul bersa bo'ldi. Ha, pul beradi, ovqat hozir boshqa, qo'ldan kelgancha. Imkon qadar usta akalarimiz o'sha ishingizni bitirguncha yaxshi gapirib turasiz, chiroyli, sifatli qilib berib ketishadi, to'g'rimi? Xudo xolasa. Manzilimiz Bo'yda tumani Kaminterindan bo'lyapti, qadrdonlar. Usta akalarimizni ishini nima deydi, yoritib berishga harakat qildik. Eng kichkina obyemingiz necha kvadratgacha borasiz? Xo'p, borilaveradi 100 kvadrat. 100 kvadratgacha borilaveradi. Ha. Endi aka, sir bo'lmasa, eng katta obyem necha kvadrat qilgansiz? Eng katta obyem 6000. 6000 kvadrat. Mashallah, bittadan like bosib qo'yinglar akalar, ukalar. 6000 kvadrat degani juda kichkina kvadrat emas bu akalar. Sizga demak aka, oddiy uydan tashqari zavod, fabrika, ishlab chiqarish tadbirkorlar bor, sexlar, xolodilnik bo'ladimi yoki shu katta naves bo'ladimi? Bundan tashqari teplitsa bo'ladimi? Xullas, naves sohasiga ehtiyoji bor akalarimiz aloqaga chiqsa, qilib beramiz. Qaysi joylargacha dastavka qilasiz? Qaysi joylargacha qilib bera olasiz? Xo'p. Toshkentgadir, o'zimiz mana shu viloyatga qilib berilaveradi dastavkasi. Xudo xolasa, qani. Bizning kanalimiz Ustalar Uz kanali O'zbekistondagi jamiki imorat qilayotgan akalarimiz ko'radi.
vohalarga borib ham o'rnatib beraverasiz. O'rnatib qilib berilaveradi. Kelishilgan holatda Maşallah. qilib berilaveradi. Do'stlar, qadrdonlar, videolarimizni ko'rishda, kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun foydali va manfaatli videolar chiqarishga harakat qilyapmiz. Haqiqatan ham O'zbekistonda yangilik bo'lyapti. 50-60% aholi mana shu konteyner profil mahsulotiga o'tyapti. Sababi mustahkam bo'lyapti, yonmaydi, suvni namni olmaydi. Bundan tashqari kraskalangan variantlari ham bor, to'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri. Shifr qismlarini ham qoqib beraverasiz. Uni ham kelishilgan holatda naqib berilaveradi. Masalan, o'zimga aytadigan bo'lsa, o'zim olib turib qilib berilaveradi. Yo o'zim olib beraman deydigan bo'lsa, unisi ham kelishilaveradi. Shifrni o'rniga shu tunika, boshqa mahsulotlarda ham qilinaveradi. Zo'r. Do'stlar, qadrdonlar, videolarimizni ko'rishda, kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun foydali va manfaatli videolar chiqarishga harakat qilyapmiz. Bizning videolarga bittadan like bosib, obuna bo'lish tugmachasini esdan chiqarmanglar, bosib qo'yinglar. Videolarimizga do'stlar, qadrdonlar, obuna bo'lib, like'larni bosib ko'rayotgan insonlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Videolarimizga like bosgan insonlarni oilaviy umra haj safarlariga borish nasib qilsin. Do'stlar, qadrdonlar, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bundan tashqari, konteyner mahsulotidan nima kerak bo'ladigan bo'lsa va konteyner profildan tom yopish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, ana shu akamizning nomerini pastda qoldiramiz. Biz bermagan qanday savol bo'ladigan bo'lsa, berishlari mumkin. 7-24 telefonlari aloqada Ustalar o'z kanalidan ko'rdim sizlarga bonus skidkalarni qilib berishadi qo'ldan kelgancha. Videolarimizga bittadan like bosib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.